Assalomu alaykum. Xuddi Toshkentga kelib qolgan his bo'lyapti bizda. Mana bunaqa bolalarda chuvullashib o'ynab yurganini oxirgi marta Toshkentda ko'rdim. O'tgan yil borganimizda. Hozir biz Ispaniya davlatining Estepona degan shaharchasidamiz. Dengiz bo'yida, dengiz sohilida. Kvartallarning ichi sohilga ketyapmiz hozir. Andalusiyani o'zi arablar boshqarganda. Tarixda ko'p arab shaharlari bor. Keyin bular yana Shimoliy Yevropadan farqi. Biz endi Shimoliy Yevropada yashaymiz-ku, Skandinaviyada. Bular ancha sovuq bo'ladi, g'arbiy shimoliy. Bular boshqacha, bular kulib turar ekan. Hech kim bilan hech kim ishi yo'q. Aeroportda ham, taksi, avtobuslarda ham, magazinlarda ham juda yaxshi muomala qilishadi. Ham kulib qarab turadi. O'sha ko'ziga qarab issiqlikni ko'radi-da odam o'zini erkinroq his qiladi. Podyezdlar juda qiziq ekan. Ranglar juda chiroyli tanlagan, menga yoqadigan ranglar. Dengizga kelib qoldik qizim. Mana dengiz bo'ylab ketgan ko'cha. Mana bu parkovkaga tushib ketaman. Tagida uzun parkovka ketgan. Yo'li tagi katta parkovka. Turistlar boshqalar kelib, kruk o'tgan safar ham kelganda ko'rdik. Mana bu yerda bitta kebab bor mana. O'tgan safar yopilib qoldi, o'sha yerdan yeymiz deganimizda. Mana bu yoq haqiqiy turistlar yuradigan joylar. Boyagi joydan farqini ko'rdinglar. Bu yoqlar turistlarga qilingan, boshqacha. Ob-havosi boshqacha, narxlari boshqacha, o'tirgan odamlari boshqacha. Quloqqa ko'p ruscha, ukraincha ovozlar eshitilyapti. Mana to'g'rimizda dengiz. Dengiz bilan ko'rishamiz birinchi. Hoppa. Birinchi dengiz bilan ko'rishar ekanmiz. Hozir qorong'ida yaxshi tushmayapti. Hammasi gulzor. Hammasi gul. Mana gul erta kunduz kuni kelib bahorasab ko'rsataman. Ikkita ko'cha bor ekan. Mana bu yerda ancha tinch ko'cha. Mana bu yoqda bozor bo'lib yotibdi. Bitta tarafiga hozir ko'rsataman. Unda olib kelaman. Gullarni qarang chiroyli. Küçük balıklar, çişli olmasın. Mana bu bozor bo'lyapti. O'tgan safar kelganimizda yo'q edi bunchalik. Mana qadar. Oh, kedi chiqdi birdaniga. Nimadir bu? Ziravorlar. Ziravorlar. Bozor bo'lib ketibdi yo'qlar.
Mana dengiz. So'qolonchi qizlar. Bolalarni har xil. Mana aldab tosh sotyapti turistlarga. Otamdan qolgan toshlar deb. Palma. Va biza yeydigan xurmo mana shunaqa palmaga o'xshagan daraxtda bo'lar ekan. Bir marta ko'rdik, yer bilan bitta to'kilib yotibdi. Tangi chiroqlar qilib qo'yishdi. O'sha eski shaharning ko'chasi. Bu ko'cha hali ham keng ko'cha, o'rtada ancha tor ko'chalari bor. Bular o'tirib ovqat yeyverar ekan, ichaverar ekan. Yeyverar ekan. Mana ham olib qo'yay, eski binolar bular. Ancha anaqa bo'lsa kerak bu. Nima deydi? Qo'riqlanadigan muhofasadagi bino bo'lsa kerak. Kulturminne deydi. Shuylarda shunaqa eski uylarni saqlab qoladi-da, buzishga ruxsat bermaydi. Uylar bor. Arabcha stildagi uychalar. Ovoz eshityaptimi? Qizim to'y bo'lyapti deydi, shunaqa. Ko'rsatamiz. Ochtiring. Joy ko'rsatamiz deyman. Sayda to'y bo'lyapti deydi. Qulog'im tinchidi. Soat 11 da ovqat yeyapti. Ko'rdingizmi? Bunaqa paytda Shvetsiyada odam endi shahar markazlarida bo'ladi. Lekin hech kim ko'rinmaydi ko'chada. Hamma uyda bo'ladi. Bular internet ishlamaydimi bilmadim, soat kechqurun undan keyin. Nima deysan? Ekrichilargami? Havasdan qolib beramiz. İçadigan narsa. İçadigan narsa olib beramiz. Keyin mana shahar to'g'ri ko'cham. Mana gulli ko'chalar. Hozir ko'taraman qizim.